Rostini aytaylik. Yillar davomida topgan obro' e'tibor, nufuz va boylik sizga vaqtinchalik lazzat in'om etyapti-da, so'ng yana o'sha bo'shliq, o'ychanlik holatiga olib kelmoqdami? Tushunaman. Bu bo'shliqni to'ldirish yo'lida yangi, zamonaviy, eng so'nggi rusumdagi ulovlar, shohona uylar va kerak bo'lsa ehtiroslarga berilib 2-3 juft ham olib ko'ryapsiz. Biroq bu ovunchoqlar vaqtinchalik ekanligini tushunib yetmoqdasiz. To'g'rimi? Biznes, oilam va jamoam faqat mening bo'ynimda. Agar men bo'lmasam, hammasi barbod bo'ladi degan tashvish sizni sokin qalbda bo'lishingizga yo'l qo'ymasligi aniq. Yaqin hamkoringiz ishonchingizni suiiste'mol qilib, xiyonat qilganini anchadan beri kechira olmayapsiz. O'zgalarning yuksak natijalari bilan o'zingizni solishtirib kimlargadir isbotlash tizimida yashashni bas qilmoqchisiz, ammo baribir ichki ovoz yo'l qo'ymayaptimi? Hammasini qayta boshlashga o'zingizni kuch topa olmaganingizdan qo'rquv sizni ehsonlar, yaxshiliklar, kerak bo'lsa ibodat va duolar qilishga undamoqdami? O'zligingizni izlab, hatto turli biznes klublarga a'zosiz. Xuddiki shu falon pul turadigan kurslar sizni qalbingizga taskin va tasalli beradi. Adashasiz. Yangi tanishlar, uchrashuvlar avvaliga zavq beradi. Lekin bir muddat o'tib, yana o'sha eski ahvoldasiz. Oddiy narsalarda baxt ekanligini bilasiz, anglaysiz, tushunib yetasiz. Ulamolar so'zlarini yod olgansiz o'zingizcha. Hadislar, aforizmlarni iqtibos keltirishda sizga tengi yo'q. Faqat atigi 1 daqiqalik istig'for aytishda 1000 xil xayollar fikringizni jamlashga imkon bermayaptimi? O'zingiz aytgan so'zlarga o'zingiz ba'zan ishonmay ham qolyapsizmi? Buni ham bilaman. Xo'sh, shuncha muammolar borligini men o'zim ham bilaman. Faqat yechimi bormi buni deb qiziqishingiz tabiiy. Muammo aslida yo'q desamchi. Bularni hammasini o'zingiz o'ylab topgansiz desamchi. Illyuziyalarga ishonib yuribsiz desamchi. Va buni isbotlashga menga atigi 3 kun bersangiz kifoya. Kichkinagina shartlarga ko'nib, zarracha bo'lsa-da yurakdan ishonch bildirsangiz bo'ldi. Buyuk sir fosh bo'lishi sizning xohishingizga bog'liq. U sirdan voqif bo'lganingizdan so'ng hayot naqadar oson va go'zal, butun borliqni yaratgan qanchalik mehribon zotligini anglab yetasiz. Ertami kechmi buni hamma anglab yetar. Biroq faqat o'zida jur'at topa olganlar, fitratidagi muhabbatga talpinganlar, har qanday qo'rquvga tik boqib yengilmaydiganlar nisbatan ertaroq tushunib yetishadi. Birgina o'zingizga bog'liq qaysi toifaga kirishingiz. Unutmang, kuch o'zingizda. Ko'rishguncha do'stim.